من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa الأصولي الإمام المحقق أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله يزغان منار الأنوار نملق أصول فقه كتابتك بأولوغ متنن شرحسي مولا جيوني رحمه الله يزغان نور الأنوار نملق بو شرحي كتابنن biz xos bölümünde kitaplarımız xos bölümünde biz xos bölümünün aldığın dersimizde xos bölümünü aldık, ondan keyin xos bölümünün tarmık bo'lgan emrini aldık ve şu emir bilen münasebeti bo'lgan haqida bugün ismul failning ham emirga o'xshash takrorlanishini şu ismul fail bilen sabit bo'lgan emirning ishning takrorlanishini ihtimal keltirmaydiganligini ve ismul failning ham xuddi emir masdarga lug'at jihatdan dalolat qilgandek ismul failning ham masdarga lug'at jihatdan dalolat qilganligini u masdarga dalolat qilgandan keyin masdar degan yo vahid haqiqiy mufrad haqiqiy bo'lganligi yoki mufrad hukmiy bo'lganligini mufrad hukmiy faqat taloq masalasida bo'lganligini ammo boshqa masalalarda ko'p hollarda mufrad haqiqiy bo'lganligini mufrad hukmiyning faqatlam ömrünün ahirida o'lgan vaqtida belgili bo'lganligini biz oldingi darsda tafsili so'zlab o'tgandik. Endi bugungi darsda oldi bilan sizga umumiy mazmunni so'zlab o'tamiz bugungi darsda. Musannif rahimahulloh oldingi darsda va bugungi darsda nima deydi? Ismul fa'il ham masdarga xuddi lug'at jihatdan masdarga dalolat qiladi. Nimaga o'xshash? Amirga o'xshash. Amirga o'xshash lug'at jihatdan, lug'at jihatdan degan gap inchki aqliq masala. Onun kenarida natija nima va la yahtamilu al-uzr. Ve özrünü hem ve la yahtamilu al-adad. Sanakna hem tekrar etmeyi sanak hem ihtimali yok da var. Sanak deyen gap tekrar deyen gap. Tekrar deyen sanak. Şunu mu? 1 2 3 deyen gap tekrar. Yine bir atağımız sanak. Ama bir ya ki cins kamil bir gavda deyen bir tane hakiki bir cins kamil nima hukmi jihatdan bir. Uniki gerçi onun bir iki degan başka salları bozumu, lekin bir cinsning o'zi hukm jihatdan bir bo'ladi. Ism fa'illar bunga o'xshash dalolat qiladi. Endi ism fa'il qanday dalolat qiladi? Amr qanday dalolat qilgan edi? Amr, masalan, amr deganning ma'nosini nima deb tushunadi? Ya'ni atlubu men idrib degan ma'nosini atlubu minka darb. Atlubu minka ad-darba deb tushungan edi. Endi ism fa'ilni nima deb qanday o'xshaydi qajatnisi bu masdarga dalolat qiladi. Nima deb? Ya'ni ismul fa'il masalan daribun desak, daribun degan gap, daribun degan man yaqa'u minhu darbu. Man yaqa'u minhu darb. Tushundingmi? Demak, ad-darb bu nimaga boshlab oladi? Darbga boshlab oladi. Daribun degan gap uruvchi degan so'zimizmi? Yana shu urush degan fi'lni qilguvchi. Yani urush degan fi'lni qilguvchi degan yerga boshlab oladi. Idrib degan nimaga dagab olgan edi? Urush degan fi'lni qilgan degan yerga olib olgan edi. Demak, ikkisiniki boshlab olgan yer birdan masdarni ko'rsatadi. Ammo bu masdar nima dalolat qilish jihatda yo haqiqiy fartga dalolat qiladi, bir yoki hukmiy fartga dalolat qiladi, bir jins. Bu bir jinsniki yuz berishi intayin nadir, faqat taloq masalasida yuz berdi, qolgan masalalarda yuz bermaydi. Ular qonunchiliklar yuz berishi mumkin. Ammo vahid bo'lgan, haqiqiy bo'lgan fard cho'qim bo'lib tushadi, shuningga tushadi, hukm shuningga tushadi. Shuning bilan biringa tushgandan keyin uni orasiga adadga, ya'ni 1 2 3 4 degan sonlarga dalolat qilmaydi, ham uni ehtimoli yo'q. Demak, faqat bir. Ism fa'il bilan kelgan hukm ham faqat birida. Masalan, Alloh taolo Qur'on Karimda deydi: "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma" degan oyat qarasanglar, o'g'ir o'g'ir ayolning qo'lini kesinglar, ikkisining qo'lini kesinglar deydi. Endi mishada
Es-sariq deganning ma'nosi nima degan bo'ldi ekan? Es-sariq degan gap man yaqa'u minhu as-sariqa. Man yaqa'u minhu as-sariqa. Ya'ni o'g'irlik degan masdar tushadigan odam, yuz beradigan odam. Tamam. Endi sariqa degan masdar nimaga dalolat qiladi? Faqat birga dalolat qiladi. Ya'ni bu sariq bir odamni bir o'g'irdan qanchalik uning jinsini iroda qilamiz desak, qachon bilamiz uni? O'lgan chaqda. Qancha qidim o'g'irlik qilganda, yashaganini tatib, ulab bo'g'icha, uni bir Alloh biladi, biz bilmaymiz. Shuni ular o'lgan chaqda hisoblasak, qancha qidim o'g'irlik qilgan deb hisoblasak, bizga deb bersa dedi. Hisobsa hisoblab bo'ladi. O'lgan chaqda uni qo'lni kesgandan foydasi? U o'lgandan keyin qo'lni kesgandan foydasi bormi? Foydasi yo'q. Demak, unda o'zi biz haqiqiy %100 jazmlashgan o'g'irlik, biz ko'rgan o'g'irlik hozir birdan o'g'irlik. Shu bir o'g'irlikni qildimi? Uni nima? Faqat qo'lni kesaman degan gapdan bir qatim qo'lni kesish nima? Iroda qilinadi. Ikki qatim qo'lni kesish emas. Bu bir. Endi bu odam yana bir qatim o'g'irlik qildi. Endi bu odam yana bir qatim o'g'irlik qildi. Yana bir qatim o'g'irlik qilsa, bu chaqda qanday bo'ladi? Yana qo'lni kesamdimiz? Desa, bu chaqda bu qo'lni kesinglar degan oyatni Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu, ya'ni o'ng qo'lni kesinglar deb yana bir qiroatda faqta'u aymanahum deb qo'ygan qiroat va shunga o'ng qo'lni kesinglar. Bu hadisda payg'ambar alayhisalom o'ng qo'lni kesgan. Sunnat orqali va qiroat mashhur bir qiroat orqali demak bu qo'lni kesinglar degandiki, qo'l o'ng qo'l degan gap chiqdi, cho'l qo'l bundan chiqib ketdi. Endi bir odamning o'ng qo'li bir qatim kesib bo'ldi, yana bir qatim o'g'irlik qildimi? Fatal mahal. Bu mahal nima yo'q endi. Qanday qilamiz? Hukm to'xtab turibdi. Endi so'l qo'lni kesmaymiz. Nimishqa? O'ng qo'l kesish degan gap nima qildimi? Tayinlandimi? So'l qo'li kelmaydi. Nimishqa masalan bir odamning, masalan, qo'li yo'q odam bo'lsa, qo'li yo'q odam bo'lsa, tartag'ani qo'lni o'ng'i nani yurdi, nani tozalaydi, yerdan saqt qiladi. Nimishqa? Li fawatil mahal. Agar farzni ado qiladigan mahal bo'lmasa, farzigadan saqt onun meyani yuvun demaymiz. Ay qo'li bo'lmasa, jerigin bo'lmasa, dulimizni yuvun demaymiz. Xuddi shuningdek. Ya'ni buni bu qo'l kesib bo'ldim, qo'l o'rnidan o'sib chiqsa agar, patmuchukniki, masalan, salmoniki, qo'rqini kesib keyin o'sib chiqarmish olmasam. Lekin qo'l o'sib chiqmaydi-da. Unda uning qo'l kesilgandan keyin buni ma'qul o'tmaydi. Ammo dalil ijmo bilan nima sabit bo'lgan? Bir odam o'ng qo'lni kesib, agar yana o'g'irlik qilsa, sol tutni kesilganga ijmo sabit bo'lgan. Sol tutni ijmo bilan. Sol tutni kesilganga sabit bo'lgan. Unda qandiki bir odam hamda ma'qullar o'rnidan tura oladi. Denib tura oladi, yashay oladi biroz. Ya'ni bunda xilofni kessa, qarama-qarshi holat kessa, yashay oladi. O'rni kesmaydi. Bir tarafdan hech kim kesib olsa, o'rni qopolmaydigan holatga kelib qoladi. Shuning uchun bunday qilib qo'ygan. Endi hatto putini kesganda ham nima qilib qo'ydi? Bunda ham deydi, faqat miyad kesin deydi, miyad qoladi deydi. Endi dastlab turish uchun. So'nja qoladi, bas oldi tarafini kesib putini deydi. Endi yana bir qadam o'g'irlik qilish uchun desa, endi mahal nima? Sab ijmomi yo'q. Sabit mahal favot oldi, mahal yo'q. Qanday qilib to'xtab turdi? Buni turmuga sunnadi. Tövbe qiluvchi. Ya tövbe qiladi yoki o'lguchi turmush. Tövbe qilmasa, o'lguchi turmush yotadi. Hukm mush. Ammo Imom Shafiy nima deydi desa, Imom Shafiy birinchi qatimda o'ng qo'l kesiladi, ikkinchi qatimda so'l put kesiladi, uchinchi qatim o'g'irlik qilsa, so'l qo'l kesiladi, to'rtinchi qatim o'g'irlik qilsa, o'ng put kesiladi. Shuni bir to'p o'xshash qilgan. Buni bir hadisda keltirdik, bu hadis nima? Bizga sahih yo'ldan kelmagan. Hadisning o'zi butun muhaddislar uniki daif hatta nayet aciz ekanligida bilib kelgan. Endi bugungi darsning asos mazmuni shu. Tushundingmi? Bugungi darsning asos mazmuni shu. Dars boshlab ketaylik. Musannif rahimahulloh deydiki, "Summa awrada al-musannif rahimahulloh", andiki musannif Abu Barakat rahimahulloh, "Bi taqribi bayan al-amri bayan ism al-fa'il." Əmrinin bayanını ismi fa'ilinin bayanıga yaqinlashtirish bilan iborat keltirdi. Yaqinlashtirib iborat keltirdi. Nimish qadisa lishtirakihima amr bilan ismi fa'ilning fi adami ihtimali takrar. Takrarni ihtimal keltirmasligida
mushkilaniki shirklashganlik, o'rtoqlashganligining jihtidir. Faqala musannif bundaq dedi. Ya'ni Abdur Abu Barakat an-Nasafi rahimahulloh bundaq dedi. Ve keza ismul fa'ili yedullu alal masdari lugatan ve la yahtamilul adad. Mana shuningdek, ya'ni xuddi kaza degan xuddi amirga o'xshash, zalimga ismul ishora amirga qaytadi. Ya'ni xuddi başta o'tgan amirga o'xshash ismu fa'il muham yedullu alal masdari lugatan. Masdarga lug'at jihatdan dalolat qiladi. Masdarga lug'at jihatdan dalolat qiladi. Lug'at jihatdan dalolat qiladi degani ya'ni iqtido jihatdan dalolat qilmaydi. Bizda masdarga lug'at jihatdan dalolat qilgan bir ism fa'il bor. Iqtido jihatdan dalolat qilgan bir ism fa'il bor. Bizning iroda qilayotganimiz bu yerda lug'at jihatdan dalolat qilgani. Iqtido jihatdan emas. Iqtido jihatdan dalolat qilgani uchun buni bu hukmga kirmaydi, buni hukm boshqa. Buni keyin tushunamiz. Va la yahtamilul adad. Ham bu adatni ehtimol keltirmaydi. Adat degan gap takror degan gap. Ya'ni adat degani ya bir mufrad, bir yolg'iz bir degan bir farq. Adat emas. Yolg'iz jins degan chu adat emas. Ya'ni ko'p ham bir gavda degan. Farq, haqiqiy farq hukmi buni adat emas. Ammo 2 3 4 da boshlab jins bilan farq haqiqiyni o'tirgan aslida batıldı o. Adat da batıldı normal adat. Ya'ni adatni ehtimol keltirmaydi. Xuddi amirga o'xshash. Xo'sh, endi Molla Jun rahimahulloh deb davat etdiki faqawluhu musannifning yadullu degan qavli, ya'ni va kaza ismul fa'il yadullu degan qavli bayanun li wajhi tashbih. Wajhi shabahning nima bayonidir. Masalan, tashbih deganni o'tgan tushuntirib bergan insonni bor. Tashbih degan 4 narsani direkt topadi. Biri mushabbah, ya'ni biri mushabbah bih, ya'ni biri adat tashbih, ya'ni biri wajhi shabah. 4 narsa tushunalmi? Endi bishadiki yadullu degan so'zi nima deyotdi o? Vajhi shabah deyotdi demaydi. Nima degan gap endi? Ya'ni sizga demak bu yerda ismul fa'il nima mushabbah. Al-amr chu mushabbah bih. Kaf nima? Kaf adat tashbih. Andat vajhi shabah qana? Desa yadullu vajhi shabah. Ya'ni ismul fa'il nimaga? Ism fa'il amirga o'xshaydi. Nima jihat fima yashbatsin? Nima jihatga o'xshaydi desa, ya'ni fi dalalati ala al-masdar lughatan. Mavbir ikincisi şu ve adami ihtimal adet. Ve fi adami ihtimal adet. Şunu anlama. Dalat ve şebatse fi degeni getirse devamlı. Nemi cihatına o'xshaydi ekan? Bir masdarga lug'at jihatdan dalolat qilishga o'xshaydi ekan. Ya'ni bir chu adatni takrorni ehtimol keltirmasga o'xshaydi ekan. Xo'sh. And va la yahtamilu atfun alayhi degan gap va la yahtamilu bu ham vajhi shabah o'xshash. Endi deymiz shuning uchun fi dalalati ala al-masdar lughatan ve adami ihtimal al-adat demaymiz. Endi xo'sh, ma bu shunda va fi ba'di nusakh, ba'zi nusxalarda la yahtamilu bidunil va. Bidunil vav. Ya'ni va la yahtamilu deb kelmay, la yahtamilu deb kelibdi. Ya'ni va kaza ismul fa'ili yadullu ala al-masdar lughatan la yahtamilu al-adat. Bunda kelibdi. Bu chaqda ma'na bir lekin tarjima qilish shakli biroz o'zgaradi. Qanday o'zgaradi? Fa yakunu huwa bayanu vajhi tashbih. Bu chaqda ma la yahtamilu vajhi shabahning bayoni bo'ladi. La yahtamilu vajhi shabahning bayoni bo'ladi. Beşki yadullu desa yadullu vaqa halan. Bu chaqda hal bo'ladi, hal. La yahtamiluning hal bo'ladi. Nima demaymiz? Ya'ni kaza ismul fa'ili la yahtamilu al-adada hal kawnihi yadullu ala al-masdar lughatan degan bo'ladi. Ya'ni o'xshayib bir ma'no. Ya'ni ma'nosi chaqda shuningdek xuddi amirga o'xshash ism fa'il muham u ism fa'ilning masdar lug'at jihatdan masdarga dalolat qiluvchi bo'lgan holatida adatni, takrorni, adatni ehtimol keltirmaydi. Deydi. O'xshash demak, kalom bilan beshim o'xshash bir ma'no. Xo'sh, fa huwa amdi lug'atan deb qo'ydik-ku sen. Lug'atan degan musannifning lug'atan degan so'zi nimadir? Ihtirazun an ismil fa'il allazi yadullu alayhi iqtida'an. Masdarga lug'at jihatdan emas, iqtido, ya'ni talab jihatdan dalolat qiladigan ismi fa'il buni qatoriga kelmaydi. Ya'ni bizda vatgan gapning qatoriga kelmaydi. Mislu qawlihi anti taliqun masalan. Bir kishi ayoliga nima degan bo'lsa, anti taliqun degan bo'lsa, sen taloq degan bo'lsa, ma'u biz demakchi bo'lgan masalan as-sariq va sariq degandagi qatoriga kelmaydi. Nima jihatdan kelmaydi o'ylab baqaman. Bu intayinchi yomon inchki masala. Aslida buni bir keltirishimiz bo'lgan masala. Bizga cho'ng bir foyda chiqmaydi.
Sizin bas kalanımı da kaydırırım mesela. Ama bunu iş biliriz. Yani asasi mesele bas bakın ama. Mesela enti talikun diye tam adres sak bunu demek çok önemli mesela. Fiil müteaddi demek için. Fiil müteaddi bilen isim fail olsa, fiil müteaddi bilen bu isim fail olsa, ne mukludu? Biz diyen gap, biz isim fail, fiil müteaddi bilen bu isim fail. Ama fiil lazım bilen bu isim fail çok. Ama demek ki bir adım bunu anta asam lakamızda teknik khiylaştırmak için. Enti talikun diyen gap, talikun kimin sıfatı? Bir de sen talak diyen gapta, sen talak boğucu diyen gapta. Muannesin sıfatı. Ayal kişinin sıfatı. Enti talikun dese, talikun diyen kimin sıfatı buludu? Şu ayal kişinin. Yani sen talak boğucu. Sen talak boğucu der, bu bir yerde nemini gözetmedi. Men yaka'u minhul fi'il. Yani men vaka'a minhul fi'ilini gözetmedi. Yani fiil bunun sadır boğan adamını gözetmeyi, fiil bunun üstüge sadır boğan adamını gösterip koydu hazır. Demek biz davatkan arkadaşın fail, fiil aşı ismi failin ne boğan buluş gerek? Sadır boğan buluş gerek. Mesela es-saliku desek, salik diyen oğurluk kılgıcı. Oğurluk kılgıcı, oğurluk kimden sadır oldu? Oğurdan sadır oldu, doğru. Ama veya desen talak boğucu desek, talak kimden sadır oldu? Hazır talak ayak kişinin sıfatı verdi. Lakin talak kimden sadır oldu desek, erkişinin sadır oldu. Emineti lügat cihetten kimi dalalet kıldı hazır? Lügat cihetten talikununu ne deyimiz? Sıfat deyimiz, sıfa. Lügat cihetten talikununu, anti talikununu talikununu ne deyimiz? Sıfa deyimiz. Kanda kısak andın bu nemeki dalalet kıldı? Kanda kısak ergi dalalet desek iktida yönet. İktida nasıl ölen? Asıl talak diyenini ayal kişi yüzünüzü talaklanmaydı o. Öyleyimizce ayal kişi yüzünüzü talaklanış hukuku yok. Bu ayal kişinin el kişi talaklan demek bu talikun diyenlik iktiza yoluyla ne talak yani ayal kişini talak ayal kişiye talak diyen sıfatını belgücü diyen mənini nereden tapımız gelmez? Udul söz lügatten tapmayı şeriatten de kitap etkenimiz. Demek bu şimdi de atıldı o iktida. Şunu anlama. Şu sebepten malum kelimeydiken biz yukarı devatkan bir vasıta fiil onun yüzlerden isim fail. Okşamaya kaldı. Şuna biz bunu demek demez. Fe innehu haricun amma nahnu fihi. O biz devatkan bu meseleden sıdkı bir meseleye davatıdı. Bu şey yedullu aleyhi diyen şerisi karanlığa dedi ki bir şeyden ne davatıdı? Yedullu aleyhi diyen ay alel masdari iktidaen diyen yani ahirce fe innet talika yani talik diyen innema yedullu lugaten ala talakin yekunu sıfaten lil mer'a. Yani ayalındaki sıfatı buludu diyelim adam. Ayalının sıfatı buludu. La ala talakin yekunu bimana at-tatliq. Yani tatliq manasında bu talaklan bulmaydı lugat cihetten. Xuddi salam dese salam diyenin manası teslim boğan manasında boğandak. Talakның manası tatliq diyen manası var lakin talakның tatliq diyen manası kaçan iktida yoluyla buludu. Demek lugat yoluyla emas. Ve fi'lul raculi huve tatliq. Ay kişinin kıldığı işini ve tatliq. Lal evvel bilinç emez. Yani ayal kişinin talak diyen sıfatı emez. Anda diyeyim fayda birincisi vasfın daruri. Tattasifu biyul mena deydi. Birincisi anti talikun dese yani sen talak boğan ayal diyen mana bu zaruri sıfat bu. Tabilen kip çıkıdığın. Yani bu lügat cihetin gelip çıkıdı. Lakinne talika yedullu ala tatliq iktidaen. Ama talik diyen sözün özü talak kılış diyen mutallik diyen gapke iktiza yoluyla dalalet kılıdı. İktiza yoluyla dalalet kılıdı. Fehuve sabitun şer'an darurete tes'iyye hadel kelam. Bu şu kelamı doğrulaş için şeriat cihetin sabit. Yani ayal kişi diyen üzerinize talak kılanmaydı o. Er kişi talak kılıdı o. Şunun için bu ayal talak kılınan ayal olsun mu yine bunu talak kılıgıcı erba dep bu talıkını şeriat cihetin er kişinin nispet bileyimiz. Ama lügat cihetin çok ayal kişiye. Ayal kişinin sıfatı. Şimdi vasfu zevci iyyaha bit talak el ihbari değil. Manası yani erinin bu şu ayalını talak bilen süpetleşi dep atıldı manası hocam. Erinin bu ayalını talak bilen süpetleşi diye bu manası. Lügat cihetki manasını bulurken yani anti talak diyen sen talak kılınan ayal. Sen talak boğan ayal. Bu talak ayalının süpeti. Ama iktiza cihetince dese yani er bu ayalını talak bilen süpetledi. Er bu ayalını talak bilen süpetledi. Degen bunda mana iktiza yoluyla çıkılırken. Hem de benim فإن الطلاق المفهوم بحسب اللغة عندما demek خلاص kelam lügat itibariyle mefhum olan talak anti talikun
Huve talak huve vasful mer'a. Lugat itibarı bilen bulan talak ayol kişinin sübütü. La tatliqu lezi huve fi'lü zevc. Yani er kişinin ki işi bulan tatliq emez. Şu sebepten davatında davat. Şunu alma. Yani hem de bu şunda kalanı katılıp durup cıksızlık gibi bir yerden bir çoğun bir fayda çıkmaydı. Neymiş fayda çıkmaydı ama? Çünkü fe innehu haricun diye yakarsanlar fe innehu la yakav yani mesela bir adam enti talikun dese mesela fe innehu la yakav bi kavli bir adam enti talikun dese bununla illa vahid fakat bir talaklam düşüdü. Şundan bir talak düşüdü. Ve inne va ekser min zalik. Eğer gerçe bir talakın köpni niyet kılgan bolsun bir talak düşüdü. Endi bir yerdeki farklı şu anlamda fark ne? Hazır bizde vatkan talakında talak düşüdü. Bizde vatkan hükümde bir en tüveni bir cins kışıdı, bir perde hakiki kışıdı. Lakin perde hükmini ihtimali var. Perde hükminin ihtimali var. Ama talaktın başka meselede bu perde hükmini bakmaydı o. Perde hükmü küçük igemez. Talliqi nefsek diyen gapta bir talakni işte niyet kılgan bolsa bir talak düşüdü. Eğer bir talak niyet kılgan bolsa bir talak düşüdü. İki talak niyet kılgan bolsa bir talak düşüdü. Ama üç talak niyet kılgan bolsa üç talak düşüdü. Ama anti talikun dese ço, anti talikun degende bunun da nima düşmeydi o. Eğer bir talak düşüdü, üç talak niyet kılgan bolsa, iki talak niyet kılgan bolsa bir talak düşüdü. Farkı mı şu? Çünkü bu ma bizde vatkan nima emas, lug'at yo'li bilan masdarga dalolat qiladigan talaq emas. Lug'at yo'li bilan masdarga dalolat qilmaydigan, balki iqtido yo'li bilan dalolat qiladi. Bu lug'at bilan nimaga dalolat qiladi? Endi taliqning gap sifa ayol kishining sifat ekanligiga. Ya'ni ma'u taliq degan so'z sifa. Kimning sifati? Ayol kishining sifati. Lug'at jihatdan. Shundaqmi? Xo'sh, endi hatta la yuradu bi ayati sariqati illa sariqatun wahida. Amma yerga hatta deganimda batırdım şu. Hatta tefsili. Yani sizga hatta tefri insanın buludu. Yani demez. Yani yukarıdaki bizdeki degan hükmümüzden ism fa'il nimaga o'xshaydi? Amrga o'xshaydi degan hükmümüzden chiqadigan furuatlar yani degan. La yuradu bi ayati sariqati illa sariqatun wahida. O'g'irlik oyat bilan faqatlam bir o'g'irlikla iroda qilinadi. As-sariqu degan gap yani bir qitim o'g'irlik qilgan demaymiz yani. As-sariq bir qitim o'g'irlik qilgan bir qitim o'g'irlik qilgan ayol degan ma'no chiqadi. Va fil fi'lil wahid la tuqta'u illa yadun wahida. Adag'anki bir qitim qilgan o'g'irlik bilan faqat bir qo'l kesiladi. Ikki qo'l emas. Bu nima demoqchi bu gapni desa, İmam Şafii rahimahullohga raddiya qo'ymoqchi. Endi davatdagi tafri'un ala adami ihtimal ismul fa'il tekrar. Yani bu ism fa'ilinin tekrarını ihtimal keltirmeydiği bir tefri, tarmaklıdır meseleni. Ve ilzamun ala Şafii. İmam Şafii rahimehullah'a fima zahaba ileyhi. İmam Şafii rahimehullah'ın mezhebige bağan göz karışığa nima? Siz eğer İmam Şafii munda derseniz sizin bu kavlunuzga munda mesele lazım kilodu deb lazım qilish. Bunun bayanı munda, tafsilatı beyanuhu denge bunun bayanı munda. İmam Şafii rahimehullah deydi. İnne sarika o'g'ri. Yani o'g'rining 10 qo'li birinchi qatim kesiladi o'g'irlik qilsa. Yani bir adam masalan bir qalqonning polisini, mijanni, bir qalqonning polisi 10 dirham kuchliq bir narsani o'g'irlagan bo'lsa, qo'li kesiladi. 10 dirham kuchliq narsani o'g'irlagan bo'lsa. Dastlabda 10 qo'li kesiladi. Summa rijluhul yusra thani. İkinci qatim uning so'l puti kesiladi. Summa yaduhul yusra salisa. Ondan keyin üçüncü qatim so'l qo'li kesiladi. Ondan keyin yine o'g'irlik qilsa, 4-qatim o'ng puti kesiladi. Nima ish qilsa? Payg'ambar alayhisolamniki man saraqa faqta'u fa in 'ada faqta'u fa in 'ada faqta'u fa in 'ada faqta'u. Kimki o'g'irlik qiladi ekan, uning qo'lini kesinglar. Agar yine o'g'irlik qilsa, yine kesinglar. Agar yine o'g'irlik qilsa, yine kesinglar. Agar yine o'g'irlik qilsa, yine kesinglar degan gap. Ya'ni mishadin birinchi qatim o'ng qo'lni, ikkinchi qatim so'l futni, uchinchi qatim nima, so'l qo'lni, to'rtinchi qatimcha o'ng futni kesing degan chiqadi o. Desa, endi bu YouTube belgisi qaranglar, nima deyotdi o YouTube belgisiga? Hadal hadis bi hadal lafz g'alibun deyotdi. G'alib. Undan keyin shu sharhiga qarasanglar, masalan man saraqa deganning sharhiga, man saraqa degan qarasanglar, qala Shayx Ibn al-Humam innal hadis bi hadal lafz la yu'rab.
Yani bu lafz bilen bu hadis layık olur. Hiç kim bilmeydi bunu. Hiç kanda muhaddis bilmeydi, okumaydı bu hadis. Bu lafz bilen. Ve ahrecet Daraqutni mufassiran. Bu hadisni Daraqutni tefsir kılıp davet etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degan iza saraqas sariqu faqtawiyad. O'g'ri qilsa uni qo'lini kesinglar. Fa in aada agar qayta o'g'ri qilsa putini kesinglar. Agar qayta o'g'ri qilsa qo'lini kesinglar. Agar qayta o'g'ri qilsa putini kesinglar dedi. Bu yerda nurg'unlagan yo'llar bor bu hadisga kelgan. Lam tastaminat ta'an. Ta'andan salomat qolmagan. Demak, bu hadisning raviylariga ilmul jarh va ta'dil olimlarning hammasi ta'an qilgan. Ya'ni bu yolg'onchi yoki bunda odam deb hadisning zaifligiga nima qilgan? Va qala at-Tahawi. Imom Tahawi deganki, tatabba'na hadhihi al-athar. Biz mush asarlarni hammani izqo'lab tekshirdik. Falam najidi shay'an minha atharan. Biz uni mush asarlarni hech qaysi hadis emas ekan. Hech qaysi Rasululloh ulug'lagan sahih hadis emas ekan deydi Imom Tahawi rahimahulloh. Va fil mabsutda al-hadis ghayr sahih. Bu hadis sahih emas degan. Va illa ihtajja bihi ba'dhum fi mushawarati Ali radhiyallohu anhu qol. Agar bu hadis sahih bo'lsa edi, Ali radhiyallohu anhu maslahatlashgan ishda buni mavjud keltiradi deydi. Biroq Ali radhiyallohu anhu deganki, inni la astahi min Alloh taala alla ad'a yadan ya'kulu biha va yastanji biha va rajulan yamshi alayha. Ya'ni Ali radhiyallohu anhu degan men Alloh taoladan uni yeydigan qo'lini qo'ymaslikni, istinjo qiladigan, yeydigan qo'lni qo'ymaslikni, ma'ni varijlarni yamshi alayha, ma'nigan putni qo'ymaslikni nima qilaman, hayo qilaman deganda. Va bihada hajja baqiyat as-samushun bilan boshqa sahobalar bilan nima qildi? Hujjatlashdi. Fa hajjahum fan aqida ijma'. Shu bilan ular bilan hujjatlashib hujjatlayanda ijmo' chekilgan edi. Agar mushaydi saqlam bo'lgan bo'lsa, bu nima qiladi? Adamimiz deydi bikim, hech kim demadi vaqtida bu hadisni. Demak, mushu nimadagi ijmo'ning chekilganligi hammasi mushu hadisning nima ekanligiga zaif ekanligiga ochiq oshkor alomatdir. Xo'sh, endi nima deyapti? Va indana bizning mazhabimizda la tuqta'ul yadul yusra fi thalitha. 3-qatimda sol qo'l kesilmaydi. Balki xullida fi sijni hatta yatub. Tövbe qilgan qadar yoki ulab qolgan qadar menga turmaga ushlab qo'yiladi. Nima ish qilsa, li'anna sariq. Chunki sariq degan ismul fa'ildir. Sariq degan yadullu alal masdari lughatan. Masdarga lug'at jihatdan dalolat qiladi. Ya'ni man yaqa'u minhu ma as-sariqa. O'g'irlik degan ish yuz bergan odam. Ya'ni o'g'irlik qilish, ya'ni bir qatim o'g'irlik qilish degan ko'rsatadi. Val masdaru la yuradu bihi illa al-wahid. Masdar bilan faqatlam ya void haqiqiy. Haqiqiy birlik irada qilinadi yoki al-kull, hammasi irada qilinadi. Hammasi. Yani şu bir adamın bütün hayatındaki o'g'irlik hammasi. Bu hammasi o'g'irlik hammasi faqat uning oxirgi umrida bilinadi. Anda olgandagi bu oxirgi umrida o'lgan chaqasida buni qo'lni kesishning o'rni yo'q. Jazmiyatdan iroda qilindigani faqat birlan bo'lib qoldi. Va bil fi'lil wahidi va bil fi'l va bir fi'l bilan faqat bir qo'l kesiladi, ikki qo'l kesilmaydi. Va aydan va ham faqta'u degan oyat dalun alal qat'i, qo'lni kesishga dalolat qiladi. Va huwa aydan bu amr ham adat degan takrorni e'tibori yo'q. Amrning ham. Unda olgandan bu falatat budul yadul yusra min al oyatdan sol qo'l sabit bo'lmaydi. La yuqal deyilmaydiki, bir odam bunda demasan, sol qo'l sabit bo'lmaydi, xo'sh. O'ng qo'l sabit bo'ladi, sol qo'l sabit bo'lmaydi oyatdan. Buning bunda bir odam bunda deyishga bo'lmaydi. Fayambaghi alla tuqta'a rujul anda olsa, sol putni kesilmaslik kerak ikkinchi qatimda ham. O'ng qo'l sol qo'l kesilmaydi desangiz, o'ng putni nima uchun kesissiz? Nima sol putni nima uchun kesissiz? Uni ham kesmang desa, yana biz chunki biz deymizki innar rijla fut ghayru muta'arradatin biha fil aya. Oyatda tegish qilinmagan, putning gapi oyat qilinmagan. Fala ba'sa ayyatbuta bi nasin akhar. Yana bir nas bilan putni kesish sabit bo'lsa bunun chataq yo'q. Val yadu amma qo'l bo'lsa lamma kanat muta'arradatan biha fil oyatda qo'lga tegish qilindi. Va ta'ayyana al-yumna o'ng qo'l tayinlandi. O'ng qo'l murod bo'ldi shundan. Unda olgandan keyin sol qo'lning sabit bo'lishi xabar void bilan joiz bo'lmaydi. Imishqalla tajuzu ziyadatu bi al-kitob. Xabar void bilan kitobga ziyoda qilish joiz bo'lmaydi. Ammo o'ng putning masalasi-chi, o'ng putning sol putning masalasi ijmo bilan sabit bo'lgan. Sahobalarning ijmosi bilan sabit bo'lgan. Ijmo bilan hatto oyatning o'ziga nima qilib Oyatning o'ziga ham jalb qilib ijmo. Ijmo degan eng kuchli dalil deb qo'ydi. Tushunarlimi?
Sahabelerinin icması en birinci derecede güçlü delil. Liennehu lem yeni bir sebebi çünkü lem yebqal mahallul muayyen. Yani on kol diyen mahal muayyen bu mahal kamidi. Teayyene bil icma. Şunu olan yani icma olan lem yebqal mahallul muayyen ile teayyene bil icma olan tayinlengen on kol diyen mahal kamıgalık için nima sol kol kesilmeyin. Şu bizim de delil bulmuş o. Bir hilafin celb yani delil oluşunun hilafı bilen. Bir adam sual sorsa anda olsa bir adam mesela zina kutnamak adam zina kılsa 100 derli olurumuz. Yeni zina kılsa 100 derli olurumuz. Kudu şunundaki bir adam oğul kılsa bir kulu kisimiz. Yine oğul kılsa bir kulu kisimiz mafi müşkileti ya anlamaz. Onu bu okşamaydı demişka. Derlerinin hilafı çünkü fe innehu çünkü bu zina kılsa eğer kullama yezni gayrul muhsin yüzlet. Her kıtım kutnamak adam her kıtım zina kılsa derli olurdu. Demiş kal li ennel bedene salihun lil cildi daimen. Beden devamlılık derli oluşka yaraydı. Bedenim bir yakış yuqab ketmedi ama qo'l kesdim ha, qo'l yuqab ketdi. Mahal fatil mahal. Fatil mahal o'zi hukmini nima qiladi? Bular yo'qaydi. Buni hukmi shu. Deydi va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallam ala sayyidina Muhammad va alihi va